Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz eksperimental psixologiya fanidan yana bir ajoyib qiziqarli mavzumiz bu verbal kommunikativ metodlar. Endi verbal kommunikativ metodlar tushunchasini tushunish uchun avvalo biz verbal so'zi hamda kommunikativ so'zlarini ilmiy atama sifatida tushunishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mavzumizni avvalo mana shu ikkita so'zni yaxshilab tushunib olish bilan boshlaymiz. Verbal so'zi lotincha verbum so'zidan olingan bo'lib, so'z degan ma'noni bildiradi. Ya'ni verbal tushunchasi qo'shilgan har bir mavzuda o'sha mavzudagi tushunchalar insonning so'zlashuvi va muloqot jarayonlari bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham bu metodimizda verbal, ya'ni so'z, insonning so'zlashuvi, muloqoti alohida muhim o'rin egallaydi. Keyingi tushunchamiz kommunikativ tushunchamiz. Kommunikativ so'z esa aloqa qilishga oid, muloqotga doir degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bu tushunchamiz ingliz tilidan olingan bo'lib, communicative, ya'ni mana shu so'zdan olingan bo'lib, insonning muloqot qilishga bo'lgan qobiliyati, salohiyatini anglatadi. Ya'ni kommunikativ so'zi qatnashgan har bir mavzu kontekstida inson demak muloqot doirasida faoliyatni olib boradi. Endi asosiy mavzumizning tushunchasiga keladigan bo'lsak, verbal kommunikativ metodlar. Bu metodlar eksperimental psixologiyada shaxslar bilan og'zaki va yozma muloqot orqali axborot to'plash jarayonini anglatadi. Ya'ni faqatgina yozma emas, muloqot orqali, so'z orqali ham o'sha shaxsning ichki kechinmalari, uning fikrlari, dunyoqarashi haqida ma'lumotlarni to'plash, ularga tashxis qo'yish, ularning bilish jarayonlari, ya'ni xotira, tafakkur, sezgi, idrok jarayonlarini aynan so'z, axborot, kommunikatsiya orqali o'rganish metodi bu verbal kommunikativ metod hisoblanadi. Verbal kommunikativ metodning har xil ko'rinishlari mavjud. Ya'ni ushbu ko'rinishlarda qanday sohalarda qo'llaniladi yoki qanday ko'rinishlarda olib boriladi. Mana shular haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi ko'rinishi bu suhbat, intervyu hisoblanadi. Suhbat metodi, ya'ni usuliga kelsak, maqsadli savollar orqali subyektning psixologik holati va tajribasini aniqlash. Nomidan ham ma'lum, intervyu jarayonida demak shaxsga maqsadli savollar berib boriladi va uning ichki kechinmalari, hissiyotlari yoki boshqa bilish jarayonlari, psixik funksiyalari haqidagi ma'lumotlarni bilish uchun interviewer, ya'ni intervyu oluvchi tomonidan maxsus maqsadli savollar tayyorlab kelingan va u mijozga, ya'ni intervyu beruvchi shaxsga o'sha savollar yo'naltirish orqali undan ma'lumotlar yig'ib olinadi. Keyingi usulimiz so'rovnoma, ya'ni anketa usuli hisoblanadi. Endi bu usulda yozma savollar, ya'ni buni intervyudan farqi, bunda o'sha shaxsga yo'naltirilgan savollar yozma usulda bo'ladi. Ya'ni bunda har xil maqsaddan kelib chiqqan holatda shaxsning qaysi bilish jarayonlari yoki qaysi psixik funksiyalarini o'rganmoqchimiz, o'sha maqsaddan kelib chiqqan holatda shaxsga har xil variantlardan iborat bo'lgan savollar, javoblardan iborat bo'lgan so'rovnomalar, ya'ni anketalar tayyorlanadi. Endi bu anketalarning o'tkazilishidan maqsad aynan o'sha o'rganilayotgan mavzu doirasidagi insonning qarashlari, xulq-atvorlari va hissiy jarayonlarini, o'sha jarayonga bo'lgan munosabatini o'rganish uchun aynan so'rovnomalar, ya'ni anketalar qo'llaniladi. Keyingi ko'rinishi bu psixologik testlar hisoblanadi. Psixologik testlar individual yoki guruh shaklida olib borilishi mumkin. Individual shakldagi psixologik testlar aynan bitta shaxsga yo'naltirilgan bo'ladi va bu yerda hech qanday boshqa shaxsning aralashuvi bo'lmaydi. Va guruhiy testlar bo'ladigan bo'lsa, bu katta guruhiy kontingentda o'tkaziladi va buni afzal jihati bir vaqtning o'zida ko'pchilik insonning psixik jarayonlari haqida biz ma'lumotga ega bo'lishimiz, ma'lumotlarni to'plab olishimiz mumkin. Keyingi usulimiz, ya'ni verbal kommunikativ metodning keyingi ko'rinishi bu ochiq fikr bildirish, ya'ni frank intervyular deb ataladi. Bunda ishtirokchilarga erkin, bevosita
Ya'ni ularga savol bergan paytimizda ular o'z fikrlarini erkin namoyon qilib olishlari uchun biz ularga imkoniyat yaratib berishimiz mumkin. Shuning uchun ham bu usul eng muhim va samarali usullardan biri hisoblanadi verbal kommunikativ metodlarning. Bu metod subyektiv ma'lumotlar olish uchun foydali. Ya'ni bunda inson hech qanday xalaqitlarsiz o'z fikrini ochiq, erkin ifoda qila olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun ham ochiq fikr bildirish usulidan foydalanganimizda tadqiqotlarimiz biroz bo'lsa-da samaraliroq chiqishi mumkin. Keyingi usulimizga keladigan bo'lsak, demak, verbal kommunikativ metodlarning usullaridan tashqari ularning qo'llanilishi va tahlili ham juda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki har qanday metodni qo'llagan paytimizda o'sha metodni qo'llaganimizdan keyingi natijalarimiz qanday bo'ladi? Bu metod foydali bo'ldimi? Yoki bo'lmasam hamma qoidalarga asosan to'g'ri o'tkazildimi? Mana shu joyi bizga muhim hisoblanadi. Eksperimental psixologiyada verbal kommunikativ metodlar subyektning ichki ruh holatini, emotsional jarayonlarini, motivatsiyasi, o'ziga bo'lgan ishonchi va fikrlash jarayonlarini aniqlash uchun muhim hisoblanadi. Endi verbal kommunikativ metodlarning qo'llanilish usullari, qo'llanilish holatlari va sohalariga to'xtalib o'tamiz. Demak, verbal kommunikativ metodlarning qo'llanilish sohalari birinchi navbatda diagnostika bosqichida qo'llaniladi. Ya'ni bunda tajriba o'tkazishdan oldin subyektning umumiy ruhiy holati, ehtiyojlari, shaxsiy xususiyatlarini aniqlash, masalan, talabalarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini o'rganish va uni diagnostika qilish uchun ham intervyu olish mumkin. Yoki bundan tashqari, talabalarning o'qish davomidagi charchoq va stress holatlarini aniqlash uchun har xil so'rovnomalar, anketalar o'tkazsak, olsak bo'ladi. Bu ham katta kontingentda talabalardagi aynan o'sha stress, charchoq yoki akademik ko'nikmalarga moslasha olmaslik jarayonlarini, sabablarini o'rganishga yordam beradi. Keyingi qo'llanilish sohamiz, demak, tajriba jarayonida. Tajriba davomida eksperiment vaqtida subyektlarning o'zlarini qanday tutayotganlari, ya'ni bunda tajribani o'tkazish jarayonida ham biz bevosita o'sha shaxslarni kuzatib borishimiz mumkin. Ular qanday fikr bildirishyapti. Ya'ni ular verbal kommunikativ metodlarda ishtirok qilayotganda o'zlarini qanday his qilishyapti. Bu ularning psixik reaksiyalarini real baholashga yordam beradi. Demak, verbal kommunikativ metodlarni o'tkazish jarayonimiz bu post eksperiment tahlili hisoblanadi. So'zni lug'aviy ma'nosiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, post eksperiment, ya'ni eksperiment o'tkazishdan keyingi jarayon. Tajriba tugagach, suhbat yoki so'rovnoma yordamida subyekt qanday his qilgan, nimani boshdan kechirganini aniqlab olishimiz mumkin. Misol uchun, biror bir shaxsda individual konsultatsiya jarayonini olib boradigan bo'lsak, aynan konsultatsiyadan keyin u o'ziga nimalarni oldi, konsultatsiyada qanday anglashlar bo'ldi yoki o'zini qanday his qildi. Aynan o'sha eksperimentdan keyin biz undan suhbat, intervyu metodi orqali o'z psixik holatini bevosita yo'naltiruvchi savollar orqali bilib olishimiz mumkin. Keyingi qo'llanish jarayonimiz bu psixologik holatlarni aniqlash. Misol uchun, shaxsda har xil muhitda, vaziyatda bo'ladigan stress jarayonlari, hozir to'xtalib o'tganimizdek, ko'pincha ta'lim jarayonida talabalarning ruhiy holati bilan ishlashimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun ularda aynan qaysi psixik jarayonlar hozirgi vaqtda dolzarb kuzatilyapti. Masalan, o'qish davomida stressga berilish. Misol uchun, o'qish mashg'ulotlarining ko'p yuklamasidan talabalarda ko'pincha stress va charchoq jarayonlari kuzatiladi. Buni bilib olish uchun ham bizga verbal kommunikativ metodlar katta yordam beradi. Depressiv holatlarni tahlil qilishda. Depressiv holatlar, ya'ni uzoq vaqt stress, siqilish va salbiy ruhiy kechinmalarni boshdan kechirish orqali insondagi salbiy emotsional kelib chiqadigan holat, ya'ni depressiv holatlarni tahlil qilishda yoki bo'lmasa odamning o'z fikrini ifoda etishi
jarayonini ham biz verbal kommunikativ metod orqali o'rganishimiz mumkin. Endi verbal kommunikativ metodlarni o'rgangan paytimizda albatta ularning afzallik tomonlarini aytib o'tishimiz zarur bo'ladi. Chunki bu metod eksperimental psixologiyada eng muhim zarur metodlarning majmuasi hisoblanadi. Afzalligi, ya'ni yaxshi tomonlari, ijobiy xususiyatlariga birma-bir to'xtalib o'tamiz. Birinchi afzalligi bu ichki kechinmalarni tushunish imkonini beradi. Chunki biz kim bilandir verbal kommunikativ metod, masalan, intervyu metodi orqali suhbat o'tkazsak, u inson bizga o'z ichki kechinmalarini aytish jarayonida o'zining ham ichki olamini anglash imkoniyati namoyon bo'ladi. Har bir insonning individual tajribasi, ya'ni hayotda o'rgangan hayotiy tajribasi, his-tuyg'ulari faqat ularning ifodalari orqali aniqlanishi mumkin. Ya'ni bunda u o'zini anglashi mumkin, faqatgina o'sha o'zi haqida ko'proq gapirishi, intervyu davomida o'z hissiyotlarini intervyu olishiga namoyon qilish orqali o'zi ham o'zining xarakter xususiyatlari haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lib olish imkoniyati bo'ladi. Keyingi afzallik tomonimiz turli yosh va darajalarda o'tkazishimiz mumkin. Ya'ni bunda insonning har xil yosh davrlarida biz verbal kommunikativ metodlarni bemalol qo'llashimiz mumkin. Masalan, suhbat, intervyu yoki bo'lmasa so'rovnoma, anketa usullarini har xil yosh davrida o'zining yosh davr xususiyatidan kelib chiqib, maxsus savollar, so'roqlar tuzish orqali bemalol o'tkazishimiz mumkin. Bu ham afzallik tarafi. Keyingi afzallik jihati kontekstda tahlil qilish imkonini beradi. Ya'ni bunda bir odam stressga nima sabab bo'lganini test orqali emas, balki intervyu, suhbat orqali aniqlay oladi. Va oxirgi afzallik jihatimiz subyektiv ma'lumotlarni chuqur o'rganish imkoniyatini beradi. Ya'ni bunda suhbat orqali shaxs o'zining hayotiy tajribasi, ichki kechinmalarini bemalol erkin ifoda qila oladi. Shu bilan bugungi mavzumiz haqida qisqacha ma'lumotlarimiz shundan iborat. E'tiboringiz uchun katta rahmat.